Xo'p, keyin operatorlar qaranglar, yana ko'pchiliklar xato qilyapsizlar. Xato emas, noto'g'ri foydalanyapsizlar, to'g'rirog'i. Qarang, masalan, lead ustiga izoh yozmoqchisiz. Oldin qanaqa qilgansiz? Endi eski versiyadan hali ham ishlatayotganlar bor ekanda. Eski uslub qoldi, endi hozir ancha qulaylashtirilgan. Masalan, izoh yozmoqchisiz shu Ulug'bek Xudoyberdiyev ustiga. Mana bunday qilyapsiz. O'zgartirish bo'lsa, mamlik yozyapsizlar. Mana masalan yozib qo'yibsizlar. Mana To'rash Temurbek Surxondaryo uyiga borganda kechroq tel qilaman dedilar, zani ko'tarmadilar deb qo'yibsizlar. Shunchaki qarang, yangida qolib ketgan. Bu noto'g'ri ishlatilgan bu. Qarang, nima qilish kerak edi? Mana men hozir kopiya qilaman. Qanday qilishingiz kerak edi? Qarang. Mana shu lead yangi tushdimi? Telefon qildingiz, aloqaga o'rnatayotganingizda aloqa o'rnatilmoqdagi olasiz. Xo'p, aloqa qilganingizdan keyin qarang, masalan, o'sha telefonni ko'tarmadilar degan mana bu narsani mana qaydnomaga qo'shib qo'ying buni. Mana qilib. Tushundingiz-a? Mana qilib mamlikka yozmang izoh qilib. Mana qaydnomaga qo'shing, mana lead detailni ichiga kirib, mana. Ko'rdingizmi? Tarix shakllanyapti. Oxirgi qilingan ish mana bu lead ustida hozir qarang. Mana shu ish bo'lgan. Ya'ni qanaqadir qaydnoma yozilgan dedilar. Yana ham to'g'riroq ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa ham emas deb, bu eslatma-ku bu, qarang. Kechroq telefon qilaman dedilar. Demak, siz kechroq u operatorga agar u aloqaga chiqmasa, o'zingiz aloqaga chiqishingiz kerak. Demak, eslatma qo'yiladi. Unga eslatmani bosasiz, o'sha gapni yozasiz mana. Keyin masalan kechqurun nech bo'ldi? Men uzr. Necha? Masalan, soat 20:00 yoki 18:00 farqi yo'q. Soatini belgilang, eslatmani belgilash bosasiz. Mana eslatma qo'shildi. Orqaga qaytamiz, mana qarang. To'rash Temurbek Surxondaryo uyiga borganda kechroq tel qilaman dedilar. Zaynat ko'tarmadilar. Mana ko'rdingizmi? Qachon mana eslatma bo'lyapti sizga o'sha bu. Kechqurun soat 8 ga qo'ng'iroq qilish kerak. Endi bu eslatmani esingizdan chiqib qolishi, mana bu o'tgan versiyada ko'rsatgan, hozir men videoning tepasini qirqib olgandim videoga mana. Qo'ng'iroqcha bor, qo'ng'iroqchada turadi mana. Ulug'bek Xudoyberdiyevga kechqurun soat qo'ng'iroq qilish kerak mana. Tushundingiz-a? Bitta bosasiz, ustiga borib qo'yadi. Iltimos to'g'ri foydalaninglar. Tushunmovchilar bo'lsa, bemalol menga yozishingiz mumkin. Buni endi o'chirib tashlayman men hozir. Noto'g'ri bu bo'ldi.